oldu kalam qildi. Ana. Signal berdim asta dedi, ko'ngling bo'lmasin xasta. Ana. Siz qayerga ketyapsiz? Uyga, namoshon boraman to'yiga. Va tong otguncha olaman hoy-hoyiga. Domotchani kiygizamiz bo'y-bo'yiga. Yanga nima bo'libdilar? Qanday bo'libdilar yanga? Yanga tarang qaysiga borishga garang. O'tdi yoshlik boshimga, yanga kelmas qoshimga. Yanganga shuncha cho'dalaganim bilan daz yostiq bermaydi boshimga. Qay bo'libdimi bir qo'l? Yo, bir qo'lga eramayman. Siz bilan Xudo qaramayman. Uyolganimdan so'ramayman. Girdini ham o'raman. Bu nimachi kuladi yana? Kuladi, zato bir nimani biladi. Gapga ma'nosi borda o'ylab ko'radi. Haymak, biz ketamiz. Mayli, sog' bo'ling. Chorboqqa. Biz ketamiz Chorboqqa. Ebe. Torting yaxshilab. Yondira olmaydi-ku. Yoshmi nima bu? Yondira olmaydi bu. Yosh. Hali uniki bebosh. Qo'ysin olib boshma bosh. Ana. Yondirib ketadi, o'tirsin rosi bosh. Ana. Bo'lmasa hozircha yosh bu. Satilchani olib ketyapsiz? Satilchani to'ldiraman. Ro'zg'or o'ylavni o'ldiraman. Zato qozonchaga pishirsak, bir nimani qoldiraman. Qo'shnimiz kelgan vaqtda yarimtani oldiraman. Zapiskasi tayyorligini bildiraman. Ana. Qarmog'iga yildiraman. Ana. Zapiska tayyor deyman, akama ayyor deyman, yarimta olib keldim. Ukasiga yoniga mayyor. Uramiz dorini, chirtamiz torini deyman, endi birgalikda aylanib restoran gulzorini deyman. Ana. Bad bo'ladi tantana. Faqat ishlari yozish. Yozarlar balanga oldiradi, alanga, shuncha yozgani bilan yolg'ondan bir choy puli bermaydi menga. Choy puli ber. Ismi bilinari bu kishida qayish ekan. Qayish bo'lsa muloyim. Zato men aytdim, bizdan chopadi guloyim. Ana. O'pgan joyi doimo tilla bo'lsin iloyim. Ana bitta chaspon chiqqan bo'lsin bitta. Ana oling, ha. Sog'lik bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin, doimo savdoingiz ochiq bo'lsin, yurganingiz to'y bo'lsin. Rahmat. Ikki tashlik uy bo'lsin, dilbari hoy-hoy bo'lsin. Rahmat. Mayli, salomat.